Qizlarni tushunmoqdasiz. Avtori Oysham Ismoil Tabassum. 13-qism. Ya bir Bollywoodning artisti emas bo'lmasa, ya bir chongchilikash usulchimi emas bu. Lekin ajoyib qiyniq bir qiladi ekanki, hamda eliqi girimni. Eliqi Hindistonning er turib ayolchi yasnab oldigan ritmaklardek g'ayrili ko'rinadi odamning ko'ziga. O'ziga yarisi mayli desam, yana bir yerlari ikki xillar. Bir yarim oy izdishib yuribmi, buning terisining asli rangining qandoqligini ko'rib baxmagan edim. Biroq bu meni behuda saqlab vaqtni isrof bo'lmasin, munda qilaversam mendan ko'ngli qonmasin deb o'ylabmi qo'ymadim. Tishimni tishlab bir oy chidadim. Uningdan keyinmi o'zini bilmadi. Ay, endi 2 soatmi bo'lsin bo'pti. Bir kishilik yuz ko'zga 3 soatmi qilamdi endi girim degan. Uchrashishga kash vaqtlar chaqirsam, birdamdan keyin uyga kirib ketgandan keyin hasham tortib, uncha girim qilib yurmay bo'ldi deb bak ayol shimol chiqar debdim. Nadikini? Yana shu qiliqini qilaverdi. Soatning 10-11 bo'lib ketgani bilan kar yo'q. Endi yurayotgan ataqda bo'lgandan keyin ishimiz. Aşıq məşqlar o'ttirsida quchoqlashib qilish, bira-bira söyüşüb qilishlar normal ish. Lekin buningga yo yaqin kelgili bo'lmaydi. Odam yutgandek qilin, qitiqda qo'yuq, itning qinida qip-qizil girimlardan qo'rqib. Shundaqli yaqinlasam, avi girimlarning tang yerimi mening bo'lib ketami deb ansirab. Qaysi bir zamonda ashundaqroq bir qiz balni ko'rib qolgan edim. Kasofatning leviga surgan lavsruqlari mangzi bilan bo'yniga o'tib qoldi ekan. O'zimni tutamay qarabli o'ltirib ketibdiman uningga tikilib. Ma'lum bir quloq kasti yigitning yo'tkab qo'ygani aniqli turadi-da ularni. Bu qiz lavsruqlarni yo'tkab qo'ygan eliqi yigit bilan xo'shlashgandan keyin aynakka qarab baxmaganmi? Lavsruqlarining joyidan qo'zg'alib ketganidan xabari yo'q bo'lsa kerak. Qaraydi texi pat-pat, nazlanib, kulib, menga qo'y chiqib. Shu ish esimda bo'lg'ashqa buni söyüş tugul yaqinroq kelishga petinamdim. O'zimning maydonda turib olmay lilla gap qildigan bo'lsam, biz o'g'illar hammamiz qizlarning bak qiyniq girim qilishni yoqtirmaymiz. Qilmasin emas, so'z, yarishimliq, tabiiyroq qilsin. Amita Buddaning lavlaridek sizibilib, nima u lavsruqlar chegara sirtida. Qoshlar texi 5 parcha roman basqili yetkidek siyohlar bilan qatirib yasalg'ashqa simut yotqizilgan yo'ldek. Bir talay rangni isrof qilgan tushliq qosh tukining tayini yo'q. Qarisining bari siyoh. Bularning go'zallik qo'g'lishish engini zadili tushunib bo'g'ilib bo'lmaydi. Ashundaq bizga yoqmagan hozirgi masala dal menga yoqmagan ashu betayin girimlarning putishi uchun buni net soat behuda saqlaydi. Achchig'i kasi to'shqanma odam tishlaydi deydigan gap bor. Menmi bara-bara chidamig'ili turdim. Shu qiliqlarga ko'nib bo'lmay, izdimay qo'ysam, texi o'zi izlaydi. Ko'rishmamdi. Yo'qab ketdingiz, tashlab yetib borsiz. Qandoq muhabbat bezdi. Oxiri chidamagan bir kunim dedim buningga o'ylaganlarimni. Ammo mau g'azab qaynab qo'ydi ekanda, oldinqilarga o'xshamaydigan voizlik bilan. Voy, siz undaq degininiz bilan qarang. Anangni dadangga pardasiz ko'rsatma debdikan ko'nilar. Biz qizlarchi girimsiz yurolmaymiz. Go'zallikka intilganlik, o'zini sevganlik bu. O'zini sevgan qiz bola boshqalarni ham butun dunyoni suyalaydi. Meni girim qilishdan to'sig'iningiz o'zimni, sizni, dunyoni, hayotlikni suyishdan to'sig'iningiz jimi u? Ashnan yema desangiz, ma'qul deyishim mumkin. Lekin girim qilma, qilsang so'z qil desangiz, onunga o'nimayman. Bu degan mening turmush usulim. Qanday qilgim kelsa, ashunday qilaman. O'tib teshib, bunimi boshqarsangiz, chiqishib bo'lmaymiz. Mushundaq gap amda qarang. Uning og'ziga tegmay deb ketgan gaplariga radiya berib ulgurib bo'lamadim. Oxiri hissiyot nuqtasidan chiqib turib, qoyil qilib beqishga urindim va shunday dedim. Qarang Naziya, biz hozir muhabbatlashyapmiz, shundaqku. Endi muhabbatlashgan,
ko'ngil berishgan qiz yigitlar orasida bir-biriga mehrlik yaqinlashishlar bo'ladi. Quchoqlashib, so'yishib degandek hissiyot almashtiradigan, bir-biridan illiqlik his qiladigan ishlar bo'ladi. Shundaqmi? Lekin siz bunda qiyinlik qilyapsınız. Men sizga yiqilishga jur'at qila olmaydi ekanman. Ya men yaqin kelmasin, quchoqlamasin deb ashundaq qiyinlik qilamsizga hech bilmadim. Ishqilib mushijoatda sal tanqislik bo'lib qoldi ekan. Menma bir o'g'il bola, uning ustiga siz bilan to'y qilish niyatida aralashyapman. Shundaq bo'lgankan, o'zaro hissiyot almashtirib, bir-birimizga har jihatdan ko'nib aralashishimiz kerak deb o'ylayman. Maylilar deb yaqin kelevagili tek qo'rqima. Qav ranglarni buzib qo'yib, satlashib qolamizmi deb. Shu nuqtadan ip etqandimi? Voy, shuni qilmadi. Söyman deysiniz, sirtibasam bo'ladi-ku. Mana qarang. O shundaq deginicha qo'liga olgan qog'oz bilan levini qattiq besib serib turib 3-4 qatim sirtibedi. Boyqi qip-qizil ranglar ostidagi asli doirasidan oshirib cho'ngaytib sizilgan. Amaliyotda unchimi do'rday bo'lmagan o'moq nepizlarla o'z holati bo'yicha namoyon bo'ldi. Bu holni ko'rib intayin o'ng'aysizlandim. Zodi sürmesi bo'lmaydigan u bahaybat lavsuriqlarni men Levinga so'yatdim desam ondan surtib etib, Levini menga tanglab berdi ekan bu. Deb baqsa shumi gap amdi. Qizning bir aplik surtib etib, ejib turib tanglagan lavlarga so'yamadim. Bu ish xuddi meni mazoq qilgandek tuyulib ichim siqildi. Shundaqdimi, xalqning qizini mandaq qilding yay, onangni, dadangni deb tilla qilib olmaydi. Aradagi o'ng'aysizlikni tugutish maqsadida shundaq so'radim. Bo'pti, hozircha lavsuruq yo'q, garimlaringiz bilan yurib turing. Lekin agar ishimiz to'y qilib qolsa, to'ydan keyin bunda qiyinlik garim qilmang desam, bu talabimni qabul qila olasiz. Voy, yo'q. Bularga aralashib yurmasiz, amdi. Kirim qilmay qandaqmi sirtlarga chiqili, boshqalarga ko'ringili bo'lsin. İşkimiz to'y qilgan sharoitimi? Sizni so'ymoqchi bo'lsam, mushtaq lavlaringizni surtib tozalab beramsiz. Men sizga mangu musholat yuzlandim. Bu sizcha muvofiqmi? Ay, bu lavsuriq degan ziyonliq emas qarang. Hech nima bo'lmaydi. Elg'o suyishgan. Yavolsimiz ziyon qilmaydi deyman. Bek bo'lmay qolsa, aqshimi girimlarimni yuyib etgandan keyin Andın suysak bo'ladi-ku. Nimiz tas bunun. Dunyodagi nurg'un ayollar shunday qiladi. Bo'ldilar, siz bilan zodli fikrlashgil bo'lmag'dak. Ham siz o'tirimizdagi munosabatga manchilik astoydil bo'lib boqmabsiz. Shuncha vaqtdan beri mush ahamiyatsiz ziyoda girimlaringiz uchun har qitim uchrashishga bitsak, sizning ishqingiz oldin necha soatlab saqlayman. Siz ya mening vaqtimni, ya ko'nglimni nazarga olib qo'ymadingiz. Ko'nglimga kelgan taraflarni esam kechirim so'rash, xatoliqingizni tonutish pozitsiyasida bo'lma boqmadingiz. Kelgusi turmushingizda baxtli bo'lishi, mening xushalligim uchun shunchalik qiziqishingizdan voz kechishni xohlamagan edi. Men bilan jafodimi, halovatdimi birga bo'la oladi deb o'ylamasam bo'g'dakchimi? Muhabbat turmush degan birla odam to'g'ri tushunib, qarashtirib o'zining bilganini qilib, yo'lsizlik qilish bilan ro'yobga chiqmaydi. Her kişi bunu sıptım bilen hem iğirçılıklarınızı, varlık talpınızı qabul qilsam bo'ladi. Lekin men o xuylarınızı 99% kötürsem, siz qolgan 1%'ga mening talpimni o'ylashmi baqmay rad qildi ekansiz. Esingizda bo'lsin. Garchi bir tomchi suv kichikkina bir tomchi bo'lsa-mu, chilakni to'shqizdig'ini aman eng oxirgi bir tomchi bo'ladi. Voy, men bo'ldi to'yiqsiz. Yaman qaynaysiz-ku. Mana bundaq kitobiy gaplarni qilib dars o'tib bermay qarang. Gapning non tegadigan yerini ilding. Zada nima demakchi? Biz maskamay ekanmiz. Eng yaxshisi har ikkimiz o'z yo'limizga mang'inimiz tuzikkan. Voy, ma'qul. Shundaq qilayli. Menmi sizni qachon shu gapni qilarkin deb saqlab turgan. Nima bu to'lxotindek vit to'li gap? Hay, bir o'g'il bolami shunchalik ishlarga aralashamdi, ha? Ayrilib ketsa ketaylar bo'ldi. Menmi-chi qarang. Ismingizning satligida siz to'g'riliq do'stlarimga ikki yig'iz tuzuk gapmi qilamadim. Ismi nima deb so'rab qolsa, Abdusaid deb bo'g'il bo'lmaydi ekan odam u matu ismingizni. O işte. Qo'yimni tutqizib nimanda qiladi?
xuddi men buningga xushtardek. Manga davatamda mushu gaplarni deb qarabla qoldim ko'ziga. Qarayman-da. Bir obdan ismim nariga taqishili buni. Haq endi o'tib teshib buning aralashgan odamining ismini so'rab yuramdi, yo to'y xetini ashla epamsa. Nima degan qamlashmagan bahona bu? Ottinchisimi o'zangidan tushkisi kelmay shundaq deb vaqti deb tushundim o'zimcha. Ortiq gap qilmadim. Biroq ayrıldigan bo'lgandan talishib, satlashib, orni qatmanlashtirib yurmayli dedimda ko'nglimda. Lekin men oygan yuzni bu oymidi. Gaplarining o'ramidan bilsam, menga boshqa event qo'yamabdi. Shu ismimning satligini tishlab tortib, obdalla ta'lim oldi. Gaplari tugicha chiroyi qarab jimmida o'ltirdim, bankining oldidagi shirdak bir xilda. Shu ismni yomon tillab ketdi-da bu. Andaq mato, mundaq yiqimsiz, pada boqadigan jangallikning ismimiz seninkidan chiroyli. Voy bo'ptilar. Tugidi shundaq qilib buning bilan bo'lgan ishlar. Royim bir yenib tikan qiz bola zot edi. Shuningdek yolg'iz yashaverayla bo'ldi deb hech kim bilan izlashmadim. Manga cho'ng daxlisi yo'q. Lekin opam zinhar unimay qo'ydi, zo'rlab qisdim. Deyishcha ko'zning ochiq vaqtida to'yimni qilib, baxtlik oilamni ko'rishib, bola tug'ilsa, kelinni izzat hurmatini qilib yo'tkab, onalik, qaynonalik, mo'milik burchini ado qilishim. İmkoni yor baginicha balamni beqib, qatarga qo'shib berish kerakmish. Bo'lmasa, o'lsa ko'zi ochiq ketarmish. Ahvol undaq eg'irmi bo'lib ketmas endi. Lekin shu opam ashundaq zo'rlab qistab turib oldi. Yani unumasam kun bo'yi yig'lab, menga ta'tir qarab holi yo'q. Bara-bara to'li yig'lab, menga qiyda verib, og'rib doktorxonada yetib qoldi. Yeshim texi az kunda 34 ga qarab mang'ili turdi, odamni jiddiylashtirib. Shuning bilan yana shu g'alvixor opamning kechikiga kirmay bo'lmadi. Shuningdan keyin tonishtirg'ini sepi o'zidan to'xtamchi chiqdi. Oldinqilardek arrang-sarang qiliqi yo'q, faqat hamma ishlarga bak muntizam qoida yo'sin bekitdi. Ko'plariga ma'qul degili bo'ladi. Ang yomoni opamning orzusiga xilop chiqadigan heliq sharti bo'lib, menga ma'qul demayman hargiz. Opam buning shu shartini qo'yganini anglaydigan bo'lsa, naq maydonda oylanib tushishi mumkin. Bu shart heliqi to'xtam moddasining ichidagi eng muhim bir turi bo'lib, uning bilan to'y qilish uchun mushu shartiga cho'qim qo'shilmasam qat'iy bo'lmaydi ekanmishlar. U somkisdan oldin tayyorlab kelgan necha varaq qog'ozni chiqarib, oldimga yeyib gap boshladi. To'ydan burun cho'qim yozmish kelishim imzolashimiz kerak. Bu har ikkalamiz uchun intayin muhim. Keyincha o'zaro fikrda birlikka kelamay qolsak, mushu kelishimnomining mazmuni bo'yicha ish qilsak, bir taraf qimig'imiz osonga to'xtaydi. Shunga o'ylaganlarimni yezib, qog'ozga bisib chiqarib og'ash keldim. Avval ko'zim kechirib yiqing. Agar ma'qul ko'rsangiz to'y xati olgan kuni to'y xati bejirdigan xodimlarning guvohligida buni imzolasak bo'ladi. Men o'qib beraymi yoki o'zingiz ko'ramsiz? Bo'ldi, akalarga o'zim ko'ray. Deganimcha, qizning qo'lidagi kelishimnomni oldim qiziqib. Lekin bu kelishimnomning birinchi moddasini ko'rish bilan tang nervam ushdi. Otchig'imni ichimga yutib, chandirmay, dimig'imni qiqib kuldim va ovozimni o'llik chiqarib qizga o'qib berdim. To'ydan keyin ayol taraf balliq bo'lishni xohlamasa, er taraf ayol tarafni qo'saq ko'tarib, bola tug'ishga majburlamasligi kerak. Tug'maslik ayol tarafning ixtiyorida bo'ladi. Shunga davlatning tug'ish siyosatiga uyg'un kelgan ahvol ostida er tarafning ayol tarafni tug'ishga majburlash yoki tug'maslikka majburlash huquqi bo'lmaydi. Mushundaq yozdingiz? On 4-chi qism. Ayol tarafni tug'ishga majburlash yoki tug'maslikka majburlash huquqi bo'lmaydi. Mushundaq yozdingiz? Ha, shundaq yozdim, masala yo'qdi. Qizning
bir xiyoli chimchiqlab ko'zimga qarab o'ltirishi pali-patishdek tuyg'u berdi menga. Kulkamni o'chirmay turib, eg'ir besiqlik bilan so'radim. Undaqda hozir so'rab boqay. Sizning balaliq bo'lish o'yingiz bormi yo'q? Yo'q. Shunga bu matni eng muhim deb qarab, kelishimning peshiga yozdim. Nemishqa? Ayol kishi bola tug'ib, emitib yursa ko'ksi sangalab qoladi. Chiroyi xunuklashib baldir qayirib ketadi. Mening hozirgidek chiroyli, yosh, jazbador holatimni yo'qotib qo'yg'im yo'q. Shunga bola tug'ishni faqatli xohlamayman. Siz tug'moqmisiz, ularni nereden bilasiz? Voy, olimlar, doktorlar o'tirg'a qo'ygan, ilmiy tadqiqotlardan o'tgan ish bu. Ayol kishi qayirmayman desa, cho'qim bola tug'masligi kerak. Kimning qaysi tadqiqotini o'tibgandi? Bundaq savol qo'yg'icha maydoningizni o'tirg'a qo'ying'a bo'ldi. Sadi qo'llamsiz, qo'llamamsiz. Qizning gaplarimga ochchig'i kelgandek turadi. Uning kelishga boshlagan ochchig'ini oldim, hamlab qoldim. Shundaqdimi bu ishda ko'nglini aysam bo'lmaydi. Shunga udulni dalaverdim. Yo'q, men qo'llamayman. Nemishqa? Ey, urug' avlodimiz bo'lmasa bo'lmas. Har qancha bo'lsa avlodimning davomlashmaslik masalasini sizning go'zalligingizga dasmoy qilib sep beramayman-da. Buni ham oilamdagilar qo'llamaydi. Men xohlamayman. Siz oilangizdagilarning gapini baxtingizdan muhim bilamsiz? Albatta. Chunki shu oilamdagilar bo'lganda ondin men bo'lgan. Undaqda to'y qilib nima qilasiz? To'y qilmay, ashularning gapini anglabla o'tirsangiz bo'ladi-ku hamsa. Shularning gapini anglag'achqa, shuni to'y qilay deyapman. Siz? Bo'ldi, gap ochiq bo'lib ketsin. Balaliq bo'lmaslik fikrimga qo'shilsangiz, bo'pti to'y qilaylik. Qo'shilmasangiz, siz bilan to'y qilmayman. Ma'qul, amiz to'y qilmaylik. Nima deganingiz bu? Tug'mayman desam to'y qilmabdingiz? Sizning nazaringizga to'y emas, faqat bola tug'ish mashinasi setib olish o'xshamanda? Xotinni illiq oila qurib, baxtli yashash uchun olmay, maxsus bola tug'dirish uchun olabdingiz? Qiziqsiz. Bola bo'lmagan oila qandaqmi oilaga o'xshasin? U degan faqat qo'nalg'u xolos. Bola bo'lmagan oiladagi bir juft ayolni qandaqsiga baxtlik degili bo'ladi. Undaqlarni kechisi bir-biriga qo'nish berguvchilar, jinsiy ehtiyojdan chiquvchilar deyishga tamoman bo'ladi. Ya'ni kelib bola bo'lmagan uyni illiq deb ketkili bo'lmaydi. Havoning issiqi bilan ko'ngillarning orasidagi illiqlik boshqa gap. Voy bo'ldi, to'l oldim ustadlikqa menga. Men-chu, hargiz bola tug'mayman. Zodi balaliq bo'lmasak bo'lmaydi desangiz, keyin bir bola beqivasaqmi bo'ladi-ku? Ish qilib, men bola tug'ishni xohlamayman. Bu ishda maydonim mustahkam. Qancha gap qilsangiz mopika? Ashundaq majburiyat bormi? Bir taloy hasham qilib, jimi el yurtga dasturxon tortib, 5 patmon to'yliq berib, butkul yer jahonga jakarlab xotin olaman-u, balani xotinim tug'ib bermaydi. Talodin akirib qilib olamdim. Unchi qilib nima ketgan? Sizni menga o'lib ketgan tivib ustozi Lo'qman Hakim buyurgan bo'lsa-mu, unda xiyolni qabul qilmayman. To'y qilmasangiz qilmang. Balığı to'yib qolganda birasiga uchrab qolsangiz, mushu gaplaringizni dapaqasiz bo'lmasa. Men texi bola tepish iqtidorimda qolganim yo'q. Baqsam o'zimning bolasini boqaman. Balığı to'yib qolgan uchramdi yoki boshqa uchramdi? Nima karim? Ish qilib to'y qilgan taqdirdimi, bola tug'mayman. Qo'shilmaydigan ishingiz bo'lsa, to'yning ishini deyishmagan bo'layli bo'ldi. Gap tugusinmi? Qizmi bo'sh kelmay charon silib, oldimda yuzni sog'aytib, bezirib yotgan kelishimnomasini zardi bilan yulib elib mangmoqchi bo'lgandi, uni chaqirib. "Ey, to'xtag'in, ana aklana." Dedimda, qizning qo'lidagi kelishimnomani tortib elib olib, ondan uni qaytadan ustalga yepib, yonfinimni chiqarib, necha parcha rasmga tortdim. Nima qilasiz, ha? Qabul qilmaydigan kelishimni rasmga tortib nima qilatdingiz? Qiziqgina u. Apam, nemishqa chiqishamidinglar deb so'rsa, mushundaq gapga mana deb mushni ko'staman. Bo'lmasa topitanisdan qutulmoq tas. Ash opam navri baqatdim. Sen xotin olsang, onda menga navri tug'ib bo'ladi deb jidal qilavermagan bo'lsa, bugun bu yerga chiqmaydim men. Shuni isboti bilan opirib, ma'u tayinliq kelishimnomingizni ko'rsatib qo'yay.
Qiz oldimdagi qog'ozlarni sardi bilan yana bir qitim yulib elib, menga qahri g'azablik olib tishlarini o'chirlatgancha taqildab dastlab chiqib ketdi. Uning kaynidan qarab kulginim chiqaldim. Bir chaqda qarsam, choyxonadagi bizni ko'rib o'tirganlarning hammasi ejishib o'tiribdi. Bu qitim menga qarab kulayotganlarning oldida xijolat tortmadim. Chunki qiz bilan bo'lgan jidalda mingni qismi mening yo'lliqda. Qizga aytganimdek opamning savollariga suratga tortib olgan kelishimnomani ko'zitib, tushuntirib javob berib, ochchig'i yomon opamning topi-tanlaridan qutulib qoldim. Biroq opam shu qizni tanishtirgan do'stiga telefon qilib, uning yo'lsiz talablarini, yezib akagan nemalarini so'kib bir hazo qoqshab, dadini elib olgan bo'ldi. Bu qizdan qutulgan bilan davomli keyingilar bor. Desam, shaksiz ishining uzoqqa qolmay uning jidalini o'ynadik. Qiz o'zi bak chiroyli. Gap so'zlari siliq, nozliq, erkilab turdi odamga yepishib. Hargizmi tex amdi tanishgan birisi bu. Mundaq sirkilib itmishik bo'lib yursam qamlashmas deb o'ylamaydi. Ochiq yo'riqligiga qarab so'yinaman. Kiyinish, yurish turishlarimiz shunchalik yarishimliq, sipta, jazbidor. Lekin u da necha qitim shundoq bo'ldi. Har qitim ko'rishga chaqirsam yoki u o'zi chaqirsa, hargizmi odatdagi tomoqxonada qizolanmaymiz. Shundoq bo'lgani qarmay u oz bo'lsa bir, ko'p bo'lsa 3-4 do'stini billa boshlab chiqadi. Har qitimliq chiqimlar menda. Shuning bilan har qitimliq tomoq chiqimida oz bo'lsa 200-300, ko'p bo'lsa 1000 yuandan ortiq pul tugab turadi. Bularmi mayli. To'y qilib bo'lsak shu do'stlarni bizning uygacha boshlab yuramiz. Boshlasimi hech bo'lmaganda karvatga ikkimizda chiqamiz. Do'stlar uyiga qaytib uxlab turadi. Lekin hozirgi masala ikkimiz faqatla to'yga bitishgan. To'ydan burun bir-birini tushunishib, aralashib o'tayotganlarga o'xshamay qoldik. Har qitimda ashundaq do'stlarni chaqirib akilib bir taloy yemak-ichmaklarni buyurib qo'ydi. Uning buningdan yegash o'ltirib o'zlarining parang'iga tushib ketsa, shuning bilan men bularning endi bormi yo'qmi? Bular meni tonimdi, tonimamdi. Bular bu yerga mo'ngdash qilib kelgan bo'lsa, men nima qilg'ili keldim? Hech kimning hech nima bilan kori yo'qlar. 2-3 qitim askartimni qo'ydim. Jinim, o'zingizni keling juma. Do'stlaringizni boshqa chog'da boshqa yerda mehmon qilaylik. Bugun ikkimiz yolg'iz o'ltirib mo'ngdashib olaylik. Sizga deydigan gaplarim bor edi deb. Ma'qul deydi bo'lmasa. Yolg'iz keldigan bo'ldi. deb yejib saqlab o'ltirib kelsam, deyishgan vaqtdan xeyli keyin yana hiliq rangarang dunyolarni boshlab kelgan. Ondan mening chiroyim echilmay, xopchilikda gelimdan hech nima o'tmay, buningga demakchi bo'lgan gaplarim pechitimi echilmagan holda turdi joyida, jimmida. Berib gap qilg'imni kammaydigan bo'lib ketaman ondan. Amaliyotda masala yuz bergan ekan, uni sovuqqonlik bilan paranglashib hal qilish kerak, shundaqmi? Men mushundaq o'ylayman. Shuning bilan bir kuni o'tirimizdagi bu masalani hal qilish uchun uningga chiroyliqcha eg'iz ochdim. Telefon qilib jimo yana, yonfunda. Qarang jinim, at ko'rishganda iliq do'stlaringizni olmay o'zingizni chiqsangiz qandaq? Sizni bak seg'inib ketar ekanman. Ular bilan birga chiqsangiz, yo sizga qong'ida qo'yolmaydi ekanman, yo ko'nglimdagi gaplarni aytolmaydi ekanman. Uning ustiga nədimi yurayotgan bir jup qiz o'g'lining yeniga 3-4 do'sti kelib, qisilib o'tirib olgan bor deysiz. Toza qamlashmadi-ku bu ish. Ularni chaqirmayla qarang. Ikkimiz ayrim o'ltirayla. Biyay, undaq ko'zga chiqib qilmang-a. Men sirtqa chiqsam-la ular bilan birga chiqib, birga tamoq yeb, birga aylanib, sodiliqlarni shular bilan birga qilib kunib qopdiman. Yanimda ular bo'lmasa faqatla kunamaydi ekanman. Voy, uni bildim. Buningdan burun hayotingizda ularning bo'yin rol tutganligini tushunaman. Biroq ikkimiz to'y qilamiz deyapmiz. To'ydan burun yaxshiroq tushunish hosil qilishimiz, ko'proq ko'rishib, aralashib o'tishimiz kerak, shundaqmi? Nima shunday qilyapmiz-ku? Shunday qilyapmiz. Lekin har qitim ko'rishganda do'stlaringiz birga chiqyapti. Mening siz bilan ayrim ko'rishkim bor edi. Faqat siz bilanla. Biyay, buni o'sha natisining tamoq pulini to'lab qolganingizga chidamay deyotgan gapingizda bu. Undaq pixsiqlik qilib ketmang. Pul degan tepiladi, odam tepilmaydi-jumi? Ashula bir tepilmagan bo'lsa-mu bo'pti ekan-da. Nima u kashkichi arma kuchukdek kayningizga sep keldi ekansiz?
Men bilan yolg'iz o'ltirib mungdasangiz yomon ketamda. Pixsiqlik qilib debdi. Bu pixsiqlik emas qarang. Siz bilan ayrim ko'rishkim bor. Yolg'iz paranglashqim bor da'vatim mundaq. Ularni olmasam sirtqa chiqqim kelmaydi. Akama desangiz, menmi chiqmayamsa? Ay, undaq yo'lsizlik qilsangiz qandoq bo'ladi? Ular siz uchun mendimi muhimmi? Siz bilan tanishqili nihoyat shu 2-3 oy bo'ldi. Lekin ular hayotimning bir qismiga aylanib bo'lgan. Sizni deb ulardan voz kechmayman-da. Voy, sizni ulardan voz keching demadim. Faqat men bilan ko'rishgili chiqqanda olmay chiqing. Yolg'iz o'ltirib to'yimizning maslahatini qilayli da'vatiman bu. 2 kalladan 4-5 kalla ortiqdan-a? Ularni ep chiqsam, bizga maslahat bersa texi yaxshi emasmi? Ay, siz qarang, biz o'zimizning to'yning maslahatini o'zimiz qilib ola olamiz. Ma'qul deb gap anglang. Ati ularni qo'yib chiqing. Sizlar chiqing, ma'qulmi? Bo'ldimsa, men chiqmayli qo'yay. Yolg'iz o'ltirg'il amroq bo'lgandan keyin o'zingiz yolg'iz o'ltiring. Xo'sh. Qiz shundaq deb telefonni qo'ydi. Ochchig'imda uningga telefon qaytarmadim. Saldan keyin eg'ir besiqlik bilan o'ylanib, zodi mening talabim ortiqchimi qandaq? U qabul qila olmaydigan talabni o'tirib qo'yib qolgandimanmi? Aslida undaq demasdigim. Qanday qilsa shuni qabul qilib, kim bilan chiqsa qarshi elaverishim kerak bo'lg'imdi ya. Deganlarni xayol qilib qoldim. Ammo inchikilab o'ylab baqsam, bu qiz bilan tanishib, u yetlab chiqqan do'stlarini mehmon qilish jarayonida eyiga ozkam 10 mingdan pulni supirib xajlab bo'ptiman. Maoshim yuqori degan bilanmi ortiq chiqim degan baribir ortiq. Shu pullarni o'rinsiz ishlarga ishlatkicha yig'ib qo'ygan bo'lsam-mu, to'yliqiga biror jup uzukni ortiq qilib bera bo'g'iydim. Ya bo'lmasa, xajla xotin deb qo'liga tutqizib qo'ygan bo'lsam, xo'shliqda do'ppisni osmonga ata bo'g'iydi aqli bo'lsa. Pulni demagandimi, bu kamgacha shularni yetlab chiqib yurmagan bo'lsa, hissiyot almashtirib, fikrlashib, ishimizni pishirgan bo'lsak, balkim bu kamgacha to'yimizmi yiqilib qoladi-da. Buning shu do'stlarini yetlab chiqqanining poq foydasi yo'q. Shu yanchuqning o'riqlashiga ziyon bo'ldi degan gap. Shu nuqtani aytgandimi, men xato qilgandek turmaydim. Shunga uningga telefon qilib kechirim so'rash xiyolimni bir chetga qo'yib etib, menmo qiynab oldim. Qarsam izdimaydi. Bo'pti deb saqlab baqdim. Yana yo'q. Biz izdashmasak, opam so'ylaydi. To'y to'g'riliq paranglashtinglarmi deb. Oxiri bo'lmay opamga ahvolni aytdim. Opam gaplarimni anglab bo'lib, eg'ir o'ltirib ketdi. Ondan bir kam bo'lganda eg'iz ochdi. Balam, qaraganda bu qiz sana non tashlaydiganda qilmaydi. Qiz balaning bir ishki do'sti bo'lgani yomon ish emas. Lekin undaq ziyoda jiq bo'lib olsa, uning ustiga nega bas agashtirib yursa yaxshi bo'lmaydi. To'y qilib qolsanglarmi, at uygun xotiningga ish o'gitadigan qiynanan ko'payib qilib, uyinglarni uy qilmaydi. Qiz balaning do'sti hamma ishda qiz bola tarafda turib, masalani ta'tir yo'nalishdan o'ylaydi. Hargizmi to'g'ri xato nuqtasidan emas. Ranjishib qolsanglar, nasihat qilib to'g'ri yo'lga boshlaydiganning o'rniga erkilab saranglik qilishni o'gitib soladi. Shuning bilan sizlar ishkinglar chiqishamay qolasizlar. Yolg'iz chiqing, ayrim ko'rishayli desang, unmig'iniga qaraganda, shularni boshlab chiqishni-mu shu do'stlar uyatgan gap. Elitin shunda qilg'ili tursa, buningdan keyin nima bo'lmoqchi edi? Shunga balam, agar a qiz balaga ko'ngling tushib qolmagan bo'lsa, izlab to'y to'g'riliq eg'iz ichibmi yurma. O'zi izdisa do'stlarning ishini qayta maslahatlashib baqsang mayli. Bu deganlik do'stlardan kechsin deganlik emas. Sana ham to'y ishlarga ko'proq ahamiyat bersin deganlik. Shularni tushunsa mayli, tushungil unmasa bo'ldi qilaylik. Do'stlar bilan yetilishib yuraversin. Sana muloyiqda barasi chiqib qola. Shunda qilaylimi jinim balam? On 15 qism. Do'stlar bilan yetilishib yuraversin. Sana muloyiqda barasi chiqib qola. Shunda qilaylimi jinim balam? Bikadil bir to'qay savalliklarni ko'rib turib ko'maski silib, mayli deb bir ko'zimizni qisib olib, to'y qilib, xalqning qizini ko'chirib kelgan bilan, atuguncha o'yinni boshqalar o'gassa, ishkinglar chiqishamay qilib, baxtsiz bo'lib qolmanglar yana. U qizning kallasidan hozir o'tmasa zo'lamaydi. Hamon bir kuni kallasidan o'tganda ondan o'ngshilib, kimni xolis shuning bilan to'y qilsin.
yoki shu qiliqlari shu do'stlari bilan qabul qiladigan birisini topsa tegib o'ta. Bo'lmasa qog'inini o'zi chag'la. Zo'rlab turib turmushimizga xafalık topmayli obdan balam, ha? Mening opamdek mehribon, suyimlik, o'ngluq, bilishlik opa hech yerda yo'qmikin deyman. Ish qilib opamning gaplari har vaqt ko'nglimning oshqon yeriga boradi. Maslahatlar shunday bo'ldi. O qiz meni izdishadigan, bo'lmasa yo'limga mangadigan bo'ldim. Ayrıldık yoki yarashdik deb aniq aytishmi yurmadik. Shunda qilib toki bir oygacha qizdan uchirib bo'lmagandan keyin men bo'pti deb umidimni uzdim. Uninggacha opamni bekor turmadi. Yana qaysi bir yaqinining yengili o'qish bitirib kelib xizmat izlayotgan bir qizini tepib kelib tanishtirdi menga. Hozirgi tajribamni so'zlasam, yeshkichi qizlar bilan chiqishmoqmi, ularni pabilamakmi taskin. Ota-onasiga qilgan erkinligini menga qilamdi bilmadim. Ish qilib, hadis qiydab batnig'ili aralli turdi ekan. Shundaq bo'lsa-mu yomon emas o'zlashib qoldik. Lekin mush xili ayvashga kelib qolamdi deb yurgan kunlarning birida, ya'ni eshimizdan chivin chiqdi. Bir kuni bu qiz bilan yetlishib ketib boratdik, to'y ko'ynaklarni ko'rib magazin aylanib boqayli deb o'zimizcha. Nadin keldi yenimizga hilqi 6-5 ermak do'stini agashtirib yuradigan, do'stirsiz sirq chiqolmaydigan qiz bola osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldi. Ahvollashib qo'ysak yo'limizga mangamiz debdiman. Nadikini? Opam, ash qizga do'stlari ish o'gitidi bolam, shuni chiqishamaysizlar deb to'limi dono gap qilib ekan. Mana haqiqatan shunday bo'ldi. Eliqi qiz qo'ltiqlab olgan do'stlar bilan yenimizdan o'tib ketib olgach, menga va yenimdagi qizga qarab, "Tinchlikmi, qandoq ahvolingiz?" deb qo'yib, javobimni kutmay yo'liga mengayverdi. Lekin uning yenidagi do'stlari bu chidiganga chidamadi. Cho'ng yo'lda xalq bilan jidallashish eng yoqtirmaydigan ish edi. Lekin shu kuni qat'iy amal bo'lmadi-da. Hey, ketyapsan-ku, gap qilmay. Sening muhabbating avu. Ko'midingmi? Boshqa bir qiz bilan yetilishyapti. Bir nima demamsan? Eliq ermak adashlarga ziyoda amroq qizning qo'ltiqidagi egiz bo'yliq seriq chachliq aslan qizni daydayga silib. Voy bo'ldi-la. Qanday qisi qilmamdi? Muhabbat deb ketgudek ishmi yo'q? Bizni shu cho'nglar tepishtirgan. Chiqshamay o'z yo'limizga mangdiq shu. Qarimiz bo'lmasina bo'ldi. Undaq desang bo'lmaydi. Voyay, hech bo'lmasa bizning yenimizda sening loyig'ing nomi bilan o'ltirdi-ku u. Loyig'ing nomi bilan tamoqqa uchrashishga taklif qildi seni. Keyin o'ntinsiz yo'qotib ketdi. Endi boshqa birisi bilan yetilishib yursa qanday bo'ladi? Sizlar tex ayrilib ketmadinglarmi? Chak-chigirini aniq ayirmay turib, haqni tepib olsa buni osiylik deymiz. Ashundaq yumshoq vash ko'rsa seni ko'rib turibmi mayli deb yo'lingga mangamtin? Tushundirmasa kechirim so'ramiz bo'lmaydi. Menga berib deyishimiz. Odamchiq yada undoq satlashib yurmayli. Bu hilqi ermak adashqa amroq qizning ovozi edi. Ular shu gaplarni deyishayotganda, men yenimdagi qizning qo'lidan yetlab, tez-tez menib, kaynimizdagilardan yiroqlab ketishning g'amini qilyotdim. Afsus, ermak adashqa amroq qiz bo'ldi qilishni loyiq ko'rib turgan shu paytda uning yenidagi ermaklarning bo'ldi qilg'isi kamida bo'lg'ay, do'sti bir yoqda qilib, eliqi seriqchash yugurib kelib belikimga esildi. Hey, to'xtangasiz. Yuzingiz daptak pakina sizning. Av do'stim bilan taqa ayrilib ketmagan bo'lsiz. Uni bilmadi deb ikki qiyiqqa tang dasab yurginingizmi bu? Hey, mangmay turing, javob bering gapimga. Qo'limni ching'ida tutib turgan qizning chiroyining o'nganligini deb o'ltirmasammi, es qila olasizlar. Aniqlik xato tushundida meni. Ya bu yerda shu tapning o'zdila mundaq ish edi deb tushundirib o'ltirg'ili bo'lmagan. Bulardan qutulib yo'limga mangay desam, asli bo'lmagan. Oxiri ovi ermak adashqa amroq qizni tovladim. Voy xon, Mavlana hayqilamsiz ya qandaq gap bu? Nemish bo'lganmisa ikkimizning o'tirisida bo'ldi. Bular arilish palqimiz bo'lmag'dak ishmi yo'q-ku? Qandaq qilgan qiliq bu? Sattura demay cho'ng yo'lda odamning oldini to'rab. Viyay, o'zlarini nada uchratsak shu yerda so'ramiz. Uning ustiga zongmal bilan qo'lga tushdilar chiroyli xo'jam. Hozir deyishmasak, qachon deyishatdiq?
bizning do'stimizni ahmoq qilaman desalar, turib berdigan yuvashmikan? Ma o'zlarining qandoq qilgan qiliq bu, ha? Bir jonlarga ishkini yetilab. Shuni deyman, izzat atmay gepchong ya yana. Har qancha bo'lsa-mu mandaq odam zangli qilmasak bo'la. Ya bu xinim bilan yuradigan odam bizning do'stimiz bilan arini o'chiq qilyapmadingiz. Bu shundaqmi yuzsizlik bilamda jahonda? Shuni deyman. Qandoq kelib ketdi bu? Qizlar tushma-tushdan menga yamishib oldi. Qarsam avu ermak adashqa amraqmi hech o'zini so'raydigandek emas. Yana qarsam yenimdagi qiz yig'lab eqib ketibdi, birdamning ichida haqiqat. Qo'limni silkib tatlab holi yo'q. Qo'yib bersam hangirgan peti ketib qoldigan chiray. Uning qo'lini teximi ching tutqach, ermak adashqa amraqqa qaydi. Ey, tek odam bo'lgandan lalla ikki qiz gap qilgansiz. Biz o'zimiz xalab yurdikmi? İşki uydagilar yurib yiqinglar, chiqish olsanglar to'yinglarni qilamiz. Bo'lmasa mayli deb tonishtirib qo'ydi. Har qitim ko'rsak mush ostonlaringizni yetlab chiqib, menga baqtirib, o'zinglarning parangni qilib o'ltirib, meni butunlay unutib ketdinglar. İşkimiz bir haqiqatim bo'lsa ayrim ko'rish baxtdiqmi? Muhabbatga, turmushga, to'yga doir birer ig'iz paranglashib baxtdiqmi ishkimiz? Yalg'iz chiqing desam, u nima dedingiz? Mushlarni billa ib chiqatdim deb. Bular bilan chiqsangiz, dunyo sizlarning, yeninglarda men yo'q. Yetim baldek bir chatda jimmida o'ltirib, yeb ichib bo'lsanglar, yuvashlik bilan berib tomoq pulinglarni to'lab, taksi to'sib ketib qolsanglar, kayninglarni xush etib qoldim. Mushu muhabbatlashganga tavama. Deb yiqing, ha? Biz zodi qanday muhabbatlashdik? Shu endi bu Zardi bilan etqanlarimga nima deb javob berishni bilmagan qiz tilini chaynab qizdirib turib kelayotganda seriq chashli qizning yoqamga patgan uzun tirnoqlari bilan yana bir oslanchoqning belikimga esilgan qo'li asta-asta bo'shidi. Ikkisini silkib o'zimdan neri qildim. Men hamda yenimdagi qizning qo'lini silab paqiladim. Angacha avuning ermaklari uni so'roqlashga boshladi. Hey, qandoq gap bu? Yurayotgan tinglarga ishkinglar. Endi nima deydi bu? Shuni deyman. Qandoq kelib ketdi bu? O'zi ichilib bir nimalarni deb ishni buzamdi bu. Ha, Shu bizni shu ish ko'ydikilar tanishtirgan, orlishib o'tib baqadigan bo'lgan. Keyin bu do'stlaringizni olmay chiqing deb, men unimay shu ishga so'qishib qilib qayta izlashmagan. Har qaysinglarmi boshqa ishinglar yo'qdek, bak bir orlishib turib oldinglar odamni satlashtirib. Mushundaq gap mana. Yo'limizga mangsak bo'ladigan gap bizmi? To'simi bir Viyey mani, orichiga 6 tayoq degan shuma endi. Biz sana yaxshi bo'lsin deb orlishibdik. Endi bizga qattiq tegisan-ku. Yaxshilik yarashmaydi-ki sana. Shuni deyman, qandoq kelib ketdi bu? Men sizlarni men yaxshilik qilinglar demedim. Bu ishlar aslida sizlarning sababinglardan pishmay qolgan. Endi bo'lsa yo'limizga mangaylichu. Ha qaravotdi. Ketayli undaq qilmanglar. U kim bilan yursa, kim bilan to'y qilsa o'zining ishi. Ma'u gap bo'ldi mana. Biz shu o'pchi ko'rishdik. O'pchi tamoq yeb o'pchi xo'shlashdik. Buni muhabbatlashdi, to'yga putishdi degili bo'lmaydi. Bekadilla uval qilib, odatdagi tonishlarni bir-biriga chetib olsanglar, hech kimga foydasi yo'q. Bizni mo yo'limizga mang'ilib qo'yinglar. Sizlar yo'q ishlarga aralashib, behuda azar yavamanglar. Qandaq? Kattixmamsa? Shundaq deb qo'yib, yenimdagi qizning qo'lidan tatgan peti yo'limga mangdim. Kaynimdagilar nimalarnidir deyishib so'qishgan peti qoldi. Men xuddi shahar olgan sang'undek mag'rur holda yenimdagi qizga pat-pat qaraydim. U bo'lsa yig'lab yiqib ketgan holatida men domsuyib ta'tir qarab mang'atdi. Shu kundan keyin bu kichik qizchaq izdashlarimni qattiq quruq vositalar bilan rad qilib, men bilan faqat ko'rishgili unimadi. Sababini surishtirsam, uning opasi mening opamga shaxsiy ishlarini joyida hal qila oladigan bola ekan. Yo'lda ketaversak, burunqi loyiqi odam to'plab kelib oldini to'sib jidal chiqadi. Uning bilan to'y qilsam turmushim xotirjam o'tmagidek deb vahakaza o'qibdim ishlar. Intayin bechora bir chiroy ifodasi bor deb turayli mushiyada. Ish qilib bu ishlarni tayin yo'q holda echinishlik oxirlashgan bo'ldi. Opamning Avu qizga do'stlari ish o'rgatdi, yaxshi o'tanmaysizlar degan gapi to'liq tajribadan o'tib, dunyo qomusiga kirgizib qo'ygudek bir savoq bo'ldi desam-mu, qilcha ortiqlik qilmaydi. Yana shu o'g'riga mol kammi deganning ishi.
Apamning va uning do'stlarining menga tanishtiradigan loyihlari uzilmadi. Menmi ko'rishib hamidim, boshqa ishim yo'qdek. Ish qilib bu hayotda men bilan to'y qilib, ayolimga aylana oladigan biror qiz chiqadigandek turmaydi. Shundaqdimi umidimni uzmadim. Shunda qilishimnimi apam aytgan menga. Shuningdek keyin tanishgan bir qizning hunarlari o'zgacha. So'da saroylarga, do'konlarga ish qilib pulga yaraydigaroq yoki chiroyliqroq, ko'tirib mang'ili qo'layliqroq narsalar boyaga boshlab bog'ili zinhor bo'lmaydi. Ish qilib buni o'zinglar faraz qilg'ashtiringlar. Men oldi bilan ishning jarayonini so'zlab o'tay. Shu qiz bilan yetlishib yurganning birinchi ayning ma'lum bir kuni uni elib soat do'koniga kirdim. O'zimizcha oshiq mashg'ulot saytiga mabdum bo'lib qilib, o'xshash soat ib taqayli deyishlikdan maslahatlashib. Shuning bilan do'konga kirib, bu soatni ko'rib, bu soatni ko'rib, ovuni elib, mavuni qo'yib degandek toza maslahatimiz pishmadi. Bizga yorg'ini sal qimmat. Mundaqroqqa texi yarmagan. Shuni boshqa do'konlarni ko'rib baqayli deyishib sirtqa mangan bir chaqda do'kon egisi buning qo'liga esildi. "Ukam, to'xtang. Men texi bularni tanishdigan o'xshaydi" debdim. Ayol o'tmay ayon bo'ldiki, men yetlab kirgan bu qiz do'kon egisining diqqat qilmagan fursatidan foydalanib, boyi biz o'rib-cho'rib ko'rib baqqan ovuni, mavuni deb yurib, birdan oldirib, aynak ustiga tizib etgan bir talay soatlardan birini g'ab deb tiqibdi-dak. Buni do'kondagi xizmatchi bayqab qilib, asta berib xo'jayiniga deb qo'yibdi. Bu odamning shuni bizni do'kondan chiqib qo'ymay tutib olgan ekan. Nemisni dey? Buningdan o'ta izochilik bo'lmas inson deganga. Buningdanmi o'shiq nomusliq ish bo'lmas er kishiga. Yoqtirib qolgan bo'lsa, olaman desa ip beratdim-da o'zim. Necha qizlar bilan ko'rishib, neni pullarni shu qizlarni va ularning do'stlarini, oilasidagilarni mehmon qilish yo'lida xajlab tugitib etmadimmi? Tug'ilgan kun, et bayram, alohida kunlarga sovg'atlik uchun g'azangdek ushgan pullarnimi? Oyimi oy o'ksitmay yonqiniga qochilab bergan, yonchuqiga sep qo'ygan, uyga narsa kerak olg'ash kerak deb tutqizib qo'ygan pullarningmi ko'ziga qarab baxmaganman. Uningsizmi pul degan qo'lning kiri, mushundaq yerda xajlaymiz deb topmasak, qo'rib yigil bo'lmaydi deb pul deganni. Apammo, mayli balam. Qiz bola degan bexillik qilgan odam bilan hurmatini qilgan odamni bak obdan biladi. Chiqishib qolsanglar, u degan bizning uyning qizi. Ketgan pul yomon ketmaydi. Chiqishamay qolsanglar, sening inovating, ya'ni yomon ketmaydi. Shular xo'sh bo'lsa, bizningmi yuzimiz yo'riq emasmi? Qo'lingdan kelganini oyima. Keyingi ishlar peshona taqdirga bog'liq. Nimali bo'lsin tirish baqayli deb jekilab turadi. Ish qilib eshakdan tushgandek sat bir ohonat ichida yuzim yer bilan yakson bo'ldi shu chaqda. Topinimdan kirgan bir og'riq bilan yuragimga miq qilgandek, yuzimga miqliq taqtay besilgandek bo'lib tinolmayli qoldim. Tonimayman bu qizni deb turib olay desam, o'zim yetlab kirgan. Abaydan beri hammasiga ko'stib billi soat tanlab turgan qiz. "Ey, nimishqa bunda qilsan" deb quloq tubiga galatchini birini qo'yay desam, texi hozircha qonunli xotinim emas. Endi o qonunli xotin bo'lsa-mu kasb emas urg'ilib olmaydi. Lekin bu qiz bola 10 ko'cha aylang'ichi qo'g'lab yurib ursammi, dadim chiqmag'idek ishdan birini qildi. Texi tutilib qolgandimi tap tatmay. On 16 qism. Nima? Meni soat o'g'irlab olding deb atamsiz? Tuzuk gap qiling-jimi? Men sizning soatingizni o'g'irlamadim. Qandoq degan gap bu? To'la odamga to'tmat qilmang, ha? Xizmatchim, sizning u soatni siypab tiqishtirib sumkangizga sag'iningizini aniq ko'ribdi, ukam. U bizning do'kondagi uzun yillik xizmatchi. Menga azaldan yolg'on gap qilib baqqan emas. Bayamdan beri sizning timsiqlab, g'alit qiliqlarni qilib turganingiz mening diqqatimni tortgan zodi. Mundaq qila deb o'ylamabdi ekanman. Bo'pti, kerak yo'q. Endi bo'lsa-mu ortiqcha takalishib ishni cho'ngaytib turmay, tiqvagan narsangizni asta topshirib berib, do'kondan chiqib keting. Men-mu mas'uliyatingizni surishtirmay. Shundaq qilaylimi?
Do'kon egisining bir chiroyli gaplari buningga ta'sir qilmadi bo'g'ay, u odamdan bakrak qizishib, chichonshib sakrab ketdi. Siz nima deb yurisiz? Biror tal soatni deb o'g'irlik qilib, inovatni mantiq aytadigan chiroy ko'rindimi ko'zingizga? Xajlay desam, yonchig'imdan eshib tashqarak pulim bor mening. Lozim bo'lsa sharaqsh deb sadab pul xajlab ola olayman. Nima qilibdim agar saytingizni o'g'irlab? Tasimi tuhmatxo'r bir odamkina bu. Qizning ochiqlab zardi bilan baqirashlar qarab, bu odamning haqiqatan uning uval qilganiga ishonib qoldim. Bu holda yenimdagi qizni qo'g'dab, uning oldida erkaklik burchimni ado qilmasam sal sat turadi. Shunga qizni himoya qilib, heliqi odamning oldiga o'zim chiqdim. Aka, gapni sal o'ylab qilsangiz qandoq? Singlingizdek bir qizga undaq deb qora chaplamang. Biz faqat saytingizni ko'rib baqdik. Baydan beri men uni izchil yanida. U soat ammidi. Og'am bo'lsa, menmi ko'ra bo'g'aydim. Undaq bo'lsa qizning sumkasini aqtirib baqayli. Og'am bo'lsa chiqdi, ammagan bo'lsa yo'q bo'ladi. Ish qilib, xizmatchim uning soatni sumkasi tiqqanini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Voy, qahning sumkasini qonunsiz aqtiradigan huquqni kim berdi sizga? Xaridorlarning sumkasini xohlagancha aqtirdiganga hukumat ruxsat qilgan hujjat bormi qo'lingizda? Voy, chichilmanga, singlim, chichilmanga. Qo'qqan avval mush ko'tira degandek, eli tilla vaqirab, jaqir qilib tursangiz qamlashmas. Men baya ortiq surishtirmayman dedim. Gapimda turaman. Chiroyliqcha soatni chiqarib bering. Bu ish shuning bilan tugusin. Do'kondan chiqib keting. Men ahmidim dedim-ku. Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Qandoq degan o'ktam odamsiz? Boshqa odam tiqib chiqib ketgan saytingizning yo'qligini menga tanimoqchi edingiz? Undaq o'ylasangiz, mening boshqa amalim yo'q. Qiz bola ekan, bir muncha odamning oldida satlashib qolmasin deb oygandim. Sizlar oyganni bilmasanglar, menmi oyab o'ltirmay. Amsa do'konning ishkin ichidan taqab turib, hech kim kirmagan, chiqmagan ahvol ostida do'kondagi ko'zitish kamerasi xotirlagan suratlarni ko'rib boqaylik. Shuningda qandoq chiqsa shundoq bo'lsin. Qandoq? Nima? Siz yo'lsizlik bilan odam qamamoqchimi? Bu degan tijorat so'rini sizning shaxsiy qamoqxonangiz emas. Hukumat do'konni odam qamang deb emas, tijorat qiling deb ijaraga bergan-da sizga. Men degan erkin puxra. Sizning meni do'koningizga solib olish huquqingiz yo'q. Kirgankanman, chiqib ketalayman. Qanday qila olaytdingiz? U nimangizni yolg'iz qolganda ayrim ko'rib eling. Qiz shundoq degunicha meni yengimdan tortib talog'im oldi. Lekin do'kon egisi darrov oldimizda to'sdi va qattiq so'zladi. Qiz bor ekan deb oyab qo'yganni bilan qizchaq. Bek qoyil bo'lmasangiz saqchi chaqirayli. Og'an ammag'anni saqchilar kelib, ko'zish apparatini tekshirib, ondan ayirsin. Ish qilib, mening qo'rqishim yo'q danga. Bir kimga tuhmatmi qilmadim. Agar sizning qo'rqishingiz bo'lmasa, bizga moslashib bering. Saqchilar birdan keldi. Shuningcha o'pkangizni besib 5 minut tutib turing. Bu gap bilan qizning chiroyi tatirishga boshladi. Obdalli titrab jiddiylashayotganligi belikimga eslab turgan qo'llaridan bilinib turadi. Kimga ishonishni bilmay, nima qilarimni bilmay turganimda do'kon xizmatchisi telefon qilib, bir kimlarga ahvolni aytdi. Bo'g'ay telefonni qo'yibla do'kon egasiga qarab. Saqchilar hozirlik keldigan bo'ldi. Gumondorni bir amallarni qilib tutib turinglar deydi. Bu aka, saqchilar kelmagan bo'lsa, men soatni beray. Qizning bu gaplari menimni ving'ida puchirib ketdi. Nima davoti deyman uni? Abaydan beri og'ziga tegmay men olmadim, sen tuhmat qilding davatmadi. Endi bu nima qilgandi? Kechikdik. Xizmatchim saqchilarga telefon qilib bo'ldi. Boyla fursat berganimda men deganda qilgan bo'lsangiz bo'ladi. Xatoliqingizni bo'yningizga olmay, men qilgan adabsizligingiz uchun endi bo'ldi qavatmayman. Saqchilarga bekorga yo'l mengib yurmasin. Bu ishni qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qilaylik. Shu qitim qiz bilan billa saqchixonaga olib berildim. Hayotimda biror qitim jinoyat o'tkazib yoki savallik bilan kirib boqmagan bu yerga mush qizning kasofatidan kirdim-yu, kishilarga qalbimni tamoman tushuntirib bo'lolmadim. Faqat mush qiz bilan do'konga kirib solgan gunoyimga, uning sherigi otilib qilib, nohaq ayblashlarini sukut turib anglashqa. Qiz uchun noma'qullik bildirib, uning gunoyini yuyishga majbur bo'ldim.
Bundaq chaqda nima qilsanglar mushni qilinglar. Buni tonimayman deb tashlab chiqib ketgili bo'lmadi. Boshda do'kon egisi chiroyli gap qilganda bu qiz nochilik qilib, keyin qonuniy yo'l bilan hal qildigan bo'lib qolganda, bu qizning yolvurishlariga hech kim unimay, garchi soatni topshirib bergan bo'lsa-mu, 700 yuanlik bir tal soatning o'g'irlangan. O'g'irlig'ining yo'lsizlik qilganlari jinoyat hisoblanib qilib, 1001 oyonchilik damlarni boshdan kechirgandan keyin oxiri men soqchixondan enib chiqdim. To'g'riroqini aytganda, qizning do'konda o'g'irlik qilganligini bilmaginim ham o'g'irlikqa qatnashmaganligim uchun gunohsiz deb qo'yib berildim. Qiz shu yerda qoldi. Uni oilasidagilardan birasi kelib kepillikka olib chiqmasa bo'lmaydiganning gapi bo'lindi. Mening qonuniy jihatda uning bilan hech qanday munosabatim bo'lmaganligi uchun menga topshirib bermaydi ekan. Shuningdek u qiz bilan izdishni qat'iy rad qildim. Opamning zo'rlashlari, unimisam to'xtamay sababini so'rashlari orqasida oxiri qizning nomiga sat bo'lsa-mu mayli deb orada bo'lgan ishlarni uningga aytib berdim. Opam gaplarimni anglagandan keyin chiroyi tatirgan holda barmog'ini tishladi va Vay isit, tas qaptimiz bilib bilmay bo'rini qo'tonga boshlab, oilamizning nomiga dog' tushirgili. Bo'pti balam, unda qiz bilan ko'rishmisang texi yaxshi. Bu kamgacha ahvolni uqmay, seni shu qizga zo'rlab saptiman. Ko'nglingga amma balam. Qiz bola degan oqsoqchiloq bo'lsa-mu, gaz kachi bo'lsa-mu mayli. Lekin o'ningdek qo'li agarlik xuyi bo'lsa hargiz bo'lmaydi jinim balam. Na ot, na numus, nima satchilik. Pul mol degan qo'lning kiri, ishlab topqil bo'ladigan nima? Lekin shunchalik narsani deb to'g'ri tikkan insoniylik bekmi behud isrofchilik bo'ladi jinim balam. Qiz bola degan kelgusidik ana degan gap u. Unda qo'li agri birsi o'zining bolalarini qanday tarbiyalamoqchi? Yilimi sening shunchalik xo'rliq chidig'ining. Sendan boshqa odam bo'lsa, shu satchilikka qo'yg'iniga to'yg'izib burnidan buloq chiqaradi u qizning. Xapimma balam. Seningmi yaxshilardan biror yerda rizqing bor chiroyli balam. Opamning mushundaq gaplari doim ko'ngil yaramni amlab turadi. Men uning gaplaridan to'lib toshgan muhabbat va ishonchga ega bo'lardim. Shuningmi opamni ro'yi to'rikim, madadchim ham yaqin do'stim deb bilatdim. Keyin furqat bu qiz bilan bo'lgan ishlarni anglagandan keyin menga monolarni so'zlab berdi. Hey, mundaq gap qara. Jinoyat psixikasi jihatdan aytganda, kichkida ota-onasi ajrashib ketib, bu momlar beqib cho'ng qilgan yoki ota-onasi ajrashib ketgandan keyin dadasi yo opasidan iborat jo'risiz boquvchining homiligida cho'ng bo'lgan bolalarning ko'pinchisining psixikasida ma'lum bir binormallik bo'ladi. Ba'zilari zo'ravonlik tipidagi odam urush, o'ktamlik qilish, narsa-keraklarni chiqish, yana ba'zilari boshqalar bilan jidallashib, ustunlikni egallashga urinish. Atrofdagi har qanday odam bilan qarshilashish, o'ziga tava muhitga jang e'lon qilib, hammani bo'ysundirish uchun vosita tanlamaslik. Zahar chekish, bosqinchilik, o'g'irlik degandek. Bu qizmi shularning tipidan bo'lishi mumkin. Sen u qizning oila kelib chiqishini bilamsan? Ha, kichigida ota-onasi ajrashib ketib, momisi beqib cho'ng qilganmish. Dadasi qayta turmush qurgandan keyin asosan qiziga ko'ngil bilib olamabdi. 12 yilning oldida momisi tugab ketgandan keyin dadasining yeniga berib turib ekanmish. O'gay onasi ham qondosh inisi bilan chiqishamay, opasining yeniga ko'chib ketibdi-dek. Bu yillar kelganda opasi u qizning g'amini yab, muvofiq loyiq tepib to'yni qilib qo'yishni o'ylabdi ekan. Shuning bilan menga mukofot chiqqan gapkan bu. Ha, shu. Ashundoq bir yeri bo'ldi zodi. Uningga o'xshash ota-onasi ajrashgan, kamtik oilada mehr muhabbatga qanmay g'iribsinib cho'ng bo'lgan bolalar ma'lum bir xumorlik odati bilan o'z kayfiyatidagi binormallik, dilg'ullik, g'iribsinish, o'zini kamsitish, o'zini o'zi chetga qiqish degandek ashundoq beyaramchiliklarni yuqorida men deb o'tgan qiliqsizlarning birasini sodir qilish orqali bosadi. Bu xuddi tamak xumor tutib ketgan odam darhol birani chekib olsa, ochiqib besiqib, kayfiyati turaqlashgandek. Kesali qo'zg'alib qolgan hamon dori yesa unum bergandek bir ish degina. Lekin buning yomon tarafi bor ekan. Materiallardan ko'rishimcha, masalan, osh qizni misol olaylik. Shu qizmi o'g'irlik qilib, narsalarni o'ngishli qoldi sirtga olib chiqib ketgandan keyin o'zini xuddi boshqalarni yengilib, musobaqada utib chiqqandek. Olding'ichining ko'zini bo'yab qaltis nochish qilayotgandek sezdi ekan. Lekin shu tuyg'u ato qilgan xushallik, g'albi hissi o'tib ketgandan keyin bakla azoblandi ekan.
Asli mundaq qilsam bo'ladi. Men bir yerginishlik eski inson degandek ideya bilan o'zini kamistib, bakla azoblanib ketadi ekan. Hatto o'lvog'is kelib ketadi ekan. Yana texi ota-onam ajrashib ketmagan bo'lsa, bir uyda birga o'tib, menga mehrni berib ko'yinib cho'ng qilgan bo'lsa, boshqa oilalardagi bolalardek ota-onamning bag'riga qinib cho'ng bo'lgan bo'lsam, mundaq bo'lib qolmaydim. Hammin qilgan ashular deb o'ylab olib, qilgan atganlarning hamma sababini ota-onasiga dungab qo'ydigan. Mas'uliyatdan o'zini qochirdigan psixik yetildirib qoldi ekan. Bir hisobda u qizmi bir bechora degina. Ko'ngilning yerimliqini osh xil usullar orqali to'liqlashga o'rindi. Lekin qo'lga keltirgan natijasi hamon mehr muhabbat bilan to'liqlashga tegishli u bo'shliqni to'ldira olmaydi. Undaq odamning o'zgarmiki, o'ngshilib yaxshi odam bo'lmoqimi tas. Shunga u qiz bilan to'y qilib, oila qurib bo'lmaysan. Yordam qilg'ilimi bo'lmaydi. Qag'inni taqdir peshonasidan ko'mis bika. Senmi ko'nglingni yerim qilib yurma bo'ldi. U ishlarni o'zingga besim qilma. Ishlar asta-asta yaxshi bo'lib ketadi. Shuningga ishon. Hamma odam o'ziga yarasha jubtini tepib, baxtli bo'ladigan jahon bu. Senmi bo'ytaq qolmaysan. To'shay chig'ida bir jub demoqchi mashunda qilib. Voy nim deydigan sen otash. Shu qitimqi paran chaqchaq bilan oxirlashgan bo'ldi. Men xeyli uzun bo'lganda ondan u ishlarning iskanjisidan qutulib chiqib, turmushga qaytadan umid bilan qariya oladigan bo'ldim. Shuningdan keyin tasodifiy tanishib qolgan bir qiz bilan undidorga qo'shishib, ancha-muncha aloqalashib turgan bo'ldik. Gap so'z joyida, ochiq yo'ruq, chiroyli ham yumoristik edi. Mayli bo'y turqi bo'lsin, mayli yurish turishlari bo'lsin, mayli xizmat o'rni, madaniyat saviyasi va muomalasi bo'lsin, qiz do'sting bormi desa, degidekli qiz edi. Shunda qilib orlashib o'tgan bo'ldik, billa tomoqlarni yeb, bog'cha orlab, choyxona qahvaxonalarga berib, haftada mancha deb yurmay, cho'limiz taksili ko'rishdigan bo'lib, bara-bara har kuni bir ko'rishmasak chidamaydigan darajaga yetgan bir ahvol bor. Keyin bilsam, bu qizning ajoyib, g'aroyib o'narlari bor ekan. Deb basam, yo, deb yaqonlarni tishlab qolasizlar. Endi mushi qiz bola bilan purchiqim pishib qoldigan chiroy deb yurgan kunlarning bir kashligi doktorxonada kechilik navbatchilikda turayotgan kunim, yana shu furqat telefon qilib qoldi. Voy, otash, sen nada? Ha, adash, men ishxonada nima bo'ldi? Sen yuriyotimiz deb yurgan yiliq qiz bilan qandoq bo'lib ketding shunday qilib? Yuriyotimiz-ku, qandoq deysan? Ha? Undaqda qiz bolaning qo'sh qizga yo'qdi. Undaq gapni qilib boqmadi-ku. Nima ish bo'ldi? Tuyuqsiz bilan so'raysan-ku. Bu qara. Bu qiz sal g'alati turamdi qandoq? Sen buningda qizlar bilan yurmayding deyman-a? Yursangmi yurib qo'yasan endi. Lekin meni bilan to'y qilmaydigan sen? Voy, bu nima ish bo'ldi undaq degidek? Ochiqroq bir gap qilg'ina adash. Odam tushangidek qilib. Amasli bir gaplarni qilsang-ku tuyuqsiz. Mundaq qara. Men hozir kechilik bazmixonda degina. Endi bu yerga sen bilan birga kelib boqmadim. O'zing mundaq yerlarni bek yoqtirib ketmaydigan sodda dehqon bola aynan. Endi ma bugun og'in bolalar bilan birdam o'ltiraylik deb kelgan meshaga.